Hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Xo'p, balansimiz 15 million so'm. Lucky Jet o'yini. Xo'p do'stlar, bugun yana balansimizni oshirishga harakat qilamiz, kattaroq koeffitsient tushirishga harakat qilamiz. Xo'p, raundlar tarixini kuzatsak, bu yerda yaxshi kattaroq koeffitsient berishni boshladi. Xo'p, mana 8 koeffitsient bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa o'yinni boshlaymiz. Video 18 yoshdan kattalar uchun albatta. Xo'p, 1.4 koeffitsient uchib ketdi. Xo'p, birinchi urinishimiz o'xshamadi. Xo'p, endi kattaroq koeffitsient berish kerak. Birinchi stavkamiz o'tdi, 2 koeffitsiyentda o'shadik. Xo'p, uchib ketdi 1.22 da. Xo'p, endi tarixni kuzatamiz. Yaxshi. 1.60 da uchib ketdi. Xo'p do'stlar, balansimiz oqyapti. Xo'p, 200 ming ko'ramiz. Yaxshi ulgurdik. Uchib ketmasdan oldin. Xo'p, bu yerni kuzatsak, uchib ketdi-yu. Kattaroq koeffitsient ber endi. ikki 18 da oldik. Xo'p, yana 200 ming tikib ko'ramiz. Nimagadir katta koeffitsient bermayapti. Xo'p, birda uchib ketdi. Xo'p, balansni oshiramiz. 1.150 ming qildik. Xo'p. Berindi katta koeffitsient. Xo'p, birinchi stavkamiz o'xshadi. 2 koeffitsiyentda oldik. Nimagadir bugun katta koeffitsient bermayapti. Xo'p, 2 koeffitsient. Xo'p, do'stlar, mana balansimiz ham 10 millionga tushdi. Xo'p do'stlar, endi kattaroq summa tavakkal qilamiz. Xo'p, 5 million so'm 2 koeffitsiyentda ushlashga harakat qilamiz. Avtoyetni yoqib qo'yamiz. Xo'p, tarixni kuzatsak, bu yerda ikkita kichik
koeffitsient bergan va ikkita oho. Voy jalla. O'xshamadi-yu. Do'stlar, mana balansimiz 4 millionga tushib qoldi. Xo'p, endi hammasini tikib ko'raman. 2 koeffitsiyentga o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa xo'p, tugatamiz videoni. 6 koeffitsient. Xo'p, endi 2 koeffitsient ber endi. 2 koeffitsient ber. Voy bildi. Hisobimiz 682 ming so'm qoldi. Xo'p, mayli, bunisini ham hammasini tikib ko'ramiz endi. Strategiya bilan o'ynamasanglar mana shunaqa hamma pulinglardan ayrilasizlar. O'ynash kerakda, strategiya bo'lmasa mana shunaqa hamma pulinglarni yutqazasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. 2 koeffitsient yo'q. Bo'ldi mana do'stlar. Hamma pulimiz oqib ketdi.